Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Men ustozingiz Samandar, Teacher Sam. Sizlarga demak platformadagi darslaringlarni o'zbekcha variantini sizlar bilan birga ko'rib chiqamiz. O'zbekcha tushuntirib beraman, okay? So, bugungi darsimiz birinchi darsimiz bu lesson 1. Lesson 1imiz demak bizda 3 xil bo'limga bo'linyapti. Birinchisi greetings, ikkinchisi give personal information, keyin ask for personal information. Kelinglar, davaychi bularni biz o'zbekcha variantini ko'rib chiqamiz. Okay? Demak, ingliz tilida so'z va grammatika bilish eng ilg'or va asosiy o'rinlarda hisoblanadi. O'shaning uchun har bitta so'z va grammatikaga o'ta muhim e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. So, birinchimiz greeting degan so'zni olamiz. Greeting degani bu salomlashish. Okay? Salomlashish. Nimaga as qo'shdi unda? Right? Greetings. S qo'shimchasi o'zbek tilida lar qo'shimchasini beradi, ko'plikni beradi. Okay? Lar. Ya'ni salomlashishlarni o'rganamiz deyapti. Okay? Chunki rostdan ham, chindan ham ikki xil turga mansub bo'lgan ko'pgina salomlashishlar haqida o'rganib chiqamiz. So, oddiy shuni joyida ko'rib ketadigan bo'lsak, mana oddiy biladigan so'zlarimizdan book bo'ladigan bo'lsa, kitob bo'lsa, books kitoblar. Okay? Pen bo'lsa, pens ruchkalar. School bo'lsa, maktab bo'lsa, schools maktablar, okay? Mana shu joyda bitta so'z o'rgandingiz, bitta grammatika o'rgandingiz, lar qo'shimchasini, guys. So, keyingisi give personal information. Boramiz. So, give degani bu bermoq. Bermoq. Personal bu shaxsiy. Information bu ma'lumot, guys. Demak, give personal information degani bu shaxsiy ma'lumot berish. Okay? Shaxsiy ma'lumot berish o'rganar ekanmiz. Salomlashni o'rganamiz, shaxsiy ma'lumot berishni o'rganamiz va ask for personal information. Personal information ni bildinglar. Davaychi ask for ni ko'ramiz. Ask for bu ne so'ramoq degani. Okay? Demak, berishdan tashqari, shaxsiy ma'lumotni berishdan tashqari uni nima haqida ketyapti? So'rash haqida ketyapti. Ya'ni shaxsiy mana ma'lumotni so'ramoq deyapti. Ko'rdinglarmi? Ask for personal information. Demak, shaxsiy ma'lumotni so'rashni ham o'rganar ekanmiz. Bu degani, ya'ni isming nima, qayerda yashaysan va hokazo. Okay? So, then let's get started. Bizda hozir bu yoqda salomlashishimizda ikki xil salomlashish beradi. Nega deb aytsam qulay bo'ladi. Bunday qo'ysak ikki xil. Birinchisi mana formal greetings. Okay guys? Formal greetings. Formal greetings degani bu rasmiy. Hop, rasmiy. Formal, rasmiy. Hozir. Give me a minute, please. So remove this, always show. So, formal rasmiy. Endi diqqat qilingda, men ko'ryapsiz, har bitta lug'atni yozib beraman, lug'atga o'ta qattiq e'tiborda bo'laman, chunki bilingki, siz ingliz tilingizni ushlab turadigan narsa, ingliz tilingizni ko'taradigan narsa bu lug'at hisoblanadi. Grammatika hisoblanadi. Albatta, qolgan seksiyonlar shular orqali, demak, siz praktik qilganingiz orqali keyin dunyoga keladi. Okay? So, formal rasmiy deganda biz nimani tushunamiz? Rasmiy deganda biz yosh kattalarga, hurmati borlarga bo'lgan munosabatlarni rasmiy munosabat deymiz, to'g'ri? Ikkinchi salomlashish turi mana ikkinchi slaydda berilgan bu informal greetings, guys. Ya'ni bu norasmiy salomlashishlar. Hop. Yozamiz mana informal. Norasmiy. Okay? Norasmiy salomlashishlar. Endi bu o'rtoqlarimizga, do'stlarimizga, oila a'zolarimizga salomlashlarimiz nazarda tutiladi. So, birinchi o'sha o'zimiz hurmatda bo'lgan yosh kattalarga qanday salomlashamiz? Hello. Okay? Demak, siz yosh kattalarga ham, hurmatdagi insonlarga ham hello deya olasiz. Lekin nima deya olmaysiz? Hi deya olmaysiz. Okay? Mana bitta bor. Hi, hey. Bular ham salom degani, hello ham salom degani. Faqat bu ko'ryapsiz formal. Keyingisi, nice to meet you. Tanishganimdan xursandman degani. Pleased to meet you, tanishganimdan mamnunman degani, right? O'zbek tilida ham shunaqa-yu. Tanishganimdan xursand ma'ni bor, mamnun ma'ni bor. So, mana shu. Endi bular uchinchisi good morning, xayrli tong, good afternoon, xayrli kun, good evening, xayrli kech. Okay guys? So,
bular formalga kirardi. Informalga ko'ramiz. Hi, hey deganlari salom degani. How are you deganlari bo'lsa, bu ahvolingiz qanday, holingiz qanday deganini beradi. Okay? So, buni how are you ni ham demak biz ishlata olmas ekanmiz formal holatlarda. Endi biz demak o'zimiz tengilarga, yaqinlarimizga biz good morning deb o'tirishimiz shart emas ekan. Xayrli tong deb cho'zib o'tirishimiz shart emas ekan. Men ularga ingliz tilida nima der ekanmiz? Morning, afternoon, evening deb aytar ekanmiz. Tushundinglar? Ya'ni good kerak emas ekan. Prosta ertalab ana inglizcha kinolar ko'rsanglar, misol uchun bolalar tushib keladi-da, ikkinchi etajdan yotoqxonasidan tushib keladi-da, ota-ona choy ichib o'tirgan bo'lsa, "Mom, Dad, morning" deb qo'yadi. Tushundinglarmi? Xayrli tong degani. Yaqin insonlarga nisbatan-da. Mana shunaqa. Keyin mana u or islarga e'tibor beramiz. Bu 3-darsda, 3-darsda nafslar bilan zo'r qilib ko'rib chiqamiz bularni, xo'p? Bu hozir faqat yodlashimiz kerak bo'lgan narsa. Grammatikasini, to be grammatikasini 3-yunitda o'tamiz. Chiroyli qilib nasib inshaalloh o'tib beraman. So, endi how is it going? Kengasi how is it going? How are you doing? How are things? Shu uchta iboramiz bir xil ma'noni beradi. Uchalasi ham ishlaring qalay degan. Okay? How is it going? How are you doing? How are things? Endi qisqartirilgan mana ko'ryapsizlar bular. How is it going? How is it going? Agar cho'zib aytmoqchi bo'lsak, how is it going? Bu ham to'g'ri. Bu qisqartirilgan. Buni hal to be ni qisqartishini ko'ramiz, okay? Endi how are you doing? How are you doing? So, keyingi how are things? Bu qisqartirilmagan. Va shu uchalasi demak ishlaring qalay degani. Bitta qolib ketdi WhatsApp. WhatsApp degani bu nima gap degani, xo'p? WhatsApp degani bilamiz, bir g'ajang ham bor. Nima gaplar degan ma'noda WhatsApp deganni biz demak ishlatar ekanmiz. So, great demak biz birinchi planni ko'rib chiqdik. Greetingizni tanishib oldik. Endi keling shaxsiy ma'lumotlar berish haqida gaplashamiz. Shaxsiy ma'lumotlar berish demak mana shularni o'z ichiga oladi. Mana birinchisi my name is David. Okay, my name is. Talaffuzga juda qattiq e'tibor bering, iltimos, chunki talaffuz ingliz tilini zo'r o'rganib turib ekan, talaffuzingiz xunuk bo'lsa ham, nima bo'ladi? O'ta chiroyli narsa bo'lmaydi. Xuddi ingliz tilini bilmagandek g'alati tuyuladi. Shuning uchun men orqamdan qaytarib, meni eshitib, ustozlaringiz bilan ishlab talaffuzga yaxshi e'tibor bering. My name is David. O'zi shu name isdan kelib chiqqan. Xohlasangiz my name is deb bo'ladi yoki my name is. Meni ismim David. Okay? So xuddi shu joyga o'z ismingizni qo'yasiz. My name is misol uchun Samandar. My name is Jamshid. My name is Shahnoza for example, right? Xo'p, endi keyingisi I am David. Ya'ni biz ikki xil bersak bo'ladi. Mana my name is David degani meni ismim David. I'm David degani men Davidman. O'zbek tilida ham shunaqa-ku. Men Samandarman deymiz yoki meni ismim Samandar deymiz. Demak, ikki xil bersa bo'lar ekan ingliz tiliga. So, tushundinglar-a? Keyingisi I'm British. Mana shu joyga nima qo'yasiz? Millat qo'yasiz. I'm Uzbek. O'zbek millatlarimiz bor. I'm from Cambridge. Endi bu joyda yashaydigan bir tumaningizni aytasiz. Mana misol uchun I'm from Kibray deyman. Okay? So, mana Mana yozamiz. Misol uchun men o'zim ma'lumotlarimni yozaman-da. Shuni siz o'zingizga sample olasiz, namuna olasiz. Xo'p. My name is Samandar. Bu teng ekan I am Samandar. Faqat o'zbekchada farqi bor ko'rdingiz, shunaqa javob berasiz. Kim yoqqa millat o'tasiz? I am Uzbek. Men o'zbekman. Agar qozoq millatga mansub bo'lsa Kazaq. I am Kazakh. Agar rus millatga mansub bo'lsa I am Russian. Ketaveradi. Okay, har millatlarni ham o'tamiz. Tak. Endi millatini aytdi. So qani millatini aytdi, keyin yashaydigan joy. Misol uchun yashaydigan joy, kichkina yashaydigan joyingiz, tumaningiz bor o'zingizning. Endi qaysi viloyatda yashaysiz ham? Misol uchun men Toshkent viloyatining Qibray tumanida turaman. Demak, men nima deyman? I am from Kibray. I am from degani dan degani. Danman. From dan deganida Qibraydan. Mana kichikroq joyni aytamiz. O'zimiz haqida ma'lumot berayotganimizda. So, millat ismimizni aytdik, millatimizni aytdik, tumanimizni aytdik. Endi I live in London. Endi qaysi tumanda yashaymiz? Mana misol uchun men Toshkentda yashasam, I live in Tashkent and Kibray. Okay? Men Toshkentda, Qibrayda yashayman deyapti. So,
bu yerda ham xuddi shunaqa London ichida Cambridge degan shahar bor. Shuni aytadi I live in London and Cambridge. And bilan beryapti. Ko'ringlar. Birinchi katta davlat and keyin katta davlat deb kattaroq joy, o'sha viloyat katta, Cambridge o'sha kichikroq joy. O'sha kichkinasini beryapti. Men ham Kibrayni beraman ikkinchimizga, okay? So, keyin oxirgisi I am a teacher. Kasblarning oldidan mana an qo'yiladi. Uni ham hali mavzusi bor, o'tamiz. I am an English teacher. Mana shu joyga siz o'zingiz xohlagan kasbingizni yozsangiz bo'ladi. Demak, misol uchun I am a doctor, right? I'm a doctor. I am yoki mana olamiz I am a nurse. Hamshiraman. Yoki I am an architect. Man architectorman. Keyin yoki I am an office worker. Man office ishchisiman. Xullas keltiradi kasblarni. Mana shu kasblarni ichib yotlab oling. O'zingiz kasbingizni lug'atdan qarab o'rganib olsangiz bo'ladi, okay? Eng yaxshi lug'at, men sizga tavsiya qiladigan eng yaxshi lug'at o'zbekcha, inglizcha lug'at bu. Mana bu bo'ladi. Tak, Play Store yoki App Store ga kirib yuklab olsangiz bo'ladi. Tak, Wisdom Dictionary deylik. Mana Wisdom Dictionary, okay guys? Mana bunaqa bo'ladi. O'sha Play Market keyin App Store'lardan yuklab olsangiz bo'ladi. Endi nimadir bo'ldi. Mana kiraylikcha. So, mana, okay? Mashdan endi o'zbekcha, inglizcha, o'zbekcha qilib, mana tak kattalashtirsak buni. Mana shunday chiqadi. Mana bu yerda qidiruv tugmalari bo'ladi. Ashdan, demak, bosib turib qidirib olsangiz bo'ladi. Tak, bu yerda o'zbekcha, inglizcha joyini ko'rsatdimmi? Yo'q, mana bu yerda o'zbekcha, inglizcha dumaloq joyi bo'ladi. Aylantirib olib, o'zbekchadan ham inglizchadan ham so'z qidirsangiz bo'ladi. Guys. So, tushundinglar? Mana shuni aytdik, kasblarni aytdik. Demak, biz endi bilamiz ismimizni aytishni, millatimizni aytishni, yashaydigan kichik va katta joyimizni aytishni va kasbimizni. Demak, biz ikkinchi give personal information ham bizda ketdi. Endi davaychi bitta review qilib olamiz sizlar bilan. Qani harakat qilib ko'ringchi. Qani my name is o'zingiz ismingizni ayting. Okay, I am yana ismingiz. Keyin I am millatingiz. I am from yashaydigan kichik joyingiz. I live in yashaydigan katta joyingiz. I am an va bu endi nima? Kasbingiz. Okay? Excellent. O'ylaymanki, demak chiroyli javob berasiz. Uchinchi oxirgi rejamizga boramiz. Ask for personal information, ya'ni shaxsiy ma'lumotni so'rash. Okay? Bu yerda endi o'sha boyagi bergan ma'lumotlarni so'rashda, mashlarni so'rash. Mana misol uchun birinchisi what's your name? What's your name? Okay? Bu ham what is your name dan bo'lgan qisqargan. Isming nima degani? Where are you from? Qayerdansan? Where do you live? Qayerda yashaysan? Xuddi boyagilarga o'ziga ketyapti. Va what do you do? Kasbing nima? What's your job degani ham kasbing nima? Demak, kasbing nima? Ikki xil aytiladi. Okay? Demak, what's your name? Isming nima? Where are you from? Qayerdansan? Where do you live? Qayerda yashaysan? What do you do? Nima ish qilasan? What's your job? Nima ish qilasan? So, va bularga boyagidek javob beramiz. Misol uchun, what's your name? My name is Samandar. Yoki I am Samandar. Where are you from? I am from Kibray. Where do you live? I live in Tashkent and Kibray. What do you do? I am a teacher. I am an English teacher. Okay? Bo'ldi. Mana shu. Shularni faqat yodlab olishingiz kerak. So, practice qiladigan bo'lsak, nima edi? Qani hozirgina eslaylikchi. What's your name? Where are you from? Where do you live? What do you do? What's your job? Right? Mana shunaqa. Qaylar, sizlarga bitta narsani aytaman. Demak, ingliz tilida dars o'rganayotganingizda lug'at daftar va grammatika daftari tush bu o'ta muhim va o'sha lug'at va grammatika daftari qanday tush kerakligini o'rgataman sizlarga, okay? Mana misol uchun bitta 96 orlik chiroyli o'ziga yoqadigan ixcham chiroyli daftar olasiz. Pul qizg'anmay unga iloji boricha yaxshi daftarlar bor, 20 ming, 30 ming turadigan, yaxshi usti uji muqovalari bilan bo'ladigan zavodskoy zo'r daftarlar bor. Oling shunaqasidan. Qizil, qora va siyoh rang ruchkani
olib qo'yasizda, lug'atda yozasiz. Qarang, siyoh rangda lug'atlarni yozasiz tarjimasi bilan. Qora rangda bo'lsa, biror bir qiyinroq lug'at chiqib qolgan bo'lsa, o'sha lug'atga misollarni o'sha lug'at tagida yozasiz. Xo'pmi? Qizil ruchka bilan o'ta muhim joylarni yozasizda, keyin qachon qo'lingiz bo'shab qolgan paytda, qachon bo'sh bo'lgan paytda olib nima qilasiz? O'sha lug'atlarni takrorlaysiz, davom etasizda. Okey? Qachon qo'lingiz bo'sh bo'lib qolsa, bir 10 minut, 15 minut vaqtingiz bo'lib qolsa, boshidan boshlab kelib takrorlashingiz kerak. Demak, oddiygina bugun yodlab qo'ysam, bir umr esimda qoladi deb o'ylamang. Qiyin emas, prosta ochasiz, bu nima edi, bu nima edi deb qarab ko'rib chiqasiz, bo'ldi. Boshidan siz mana yarmiga keldingiz, 48 bet lug'at yodladingiz. O'sha qo'lingiz bo'sh bo'lganda yana boshidan ochib bitta ko'z yugurtirib chiqishingiz kerak. Xo'pmi? Shu ishni qiling. Keyin ertaga inshaalloh xursand bo'lasiz. Zo'r usuli. So, ana endi qani savollarni ko'rlikcha my name is David deyapti. Qanaqa savol berardi bunga? What's your name? I am from Cambridge. I am Bridge. Deyapti. Bunga qanaqa javob berardi? Where do you live? Where are you from? Right? Pasta I live in London deganga where do you live? Va kasbing nima deganga what's your job? What do you do? Right? Mana shu guys, demak mana birinchi darsimiz tugadi. Sizlarga demak maksimum harakat qildim chiroyli qilib o'zbekcha tarjima qilib berishga. O'ylaymanki sizlarga yoqdi. Keyingi darsda ko'rishguncha